Bugun sizlarga Toshkentning eng qimmat tumanidagi eng qimmat uyimizni ko'rsatib beraman. Xonadonimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida joylashgan aristokratli mahalla hisoblanadi. 6 sotix maydonga tushgan, ko'rvoslar o'zining yashil zonalari, ikkita mashina sig'adigan parkovkalarigacha bor. Undan tashqari bu tarafimizda yozgi oshxona va mana shunaqa chiroyli dam olish zonasiga joy ajratib ketishibdi. Ko'rvoslar gazonlari bilan juda ham chiroyli mehr bilan qurilgan uy. Fasadlari oq travertindan chiroyli qilib chiqarilgan ekan. Uyi ichini ko'rsangiz og'zingiz lang ochilib qoladi, chunki uyimizning ichi ham oppoq. Eshikdan kirarkanmiz bizada mana shunaqa oynali prixoshka, bu tarafiga shkafni chiroyli qilib o'rnatib ketishgan va uy eshigini ocharkanmiz mana bu go'zallikni ko'ryapsizlarmi? Shunaqa oppoq, skromniy, laksheri xonadon ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring, narxini ham aytib o'taman. Mana shunaqa aylanma zinalarimiz uyimizni yana ham chiroyli ko'rsatib turibdi. 2 qavat, 3 ta uruvelli qilib qurilgan ushbu xonadonimiz. Ana endi mana shu xonadonning haqiqiy go'zalligini ko'rsataman. Birinchi qavatimiz uchun oilaviy dam olib o'tiradigan mana shunaqa katta hol qoldirib ketishibdi. Bu holni noodatiy jihati patologida oynasi bor ekan. Ko'ryapsizlarmi? Umuman bunaqa dizaynni hamma uyda ham uchratavermaymiz. Ana endi sizga eng sevimli ayollarning oshxonasini ko'rsataman. Bu yo'q ham umuman noodatiy, chunki hamma mebellargacha oppoqqina ekan. Bu uyni men oq qasr deb nomlagan bo'lardim, chunki ko'rayotganingizdek tashqari fasadlari ham hamma joyi oppoq, ichkarida mebellargacha oppoqqina uy ekan. Bu yog'imizda ham patologimizga oyna bilan noodatiy dizayn berib ketishibdi. Ajoyib. Mana shunaqa oshxonada ayollarimiz maza qilib ishlaydi o'zi ham. Bizda keyingi xona birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzol qismimiz. Sanuzolni ko'ryapsizlarmi? Dushovoy kabinalari juda ham mana shu xonani ochib bergan. Ana endi navbatdagi xonamiz birinchi qavat uchun mo'ljallangan kattalar yotoqxonasi. To'g'risini aytsam, bunaqa katta yotoqxonani hamma uyda ham ko'rurmaysiz. Lekin ushbu xonadonimizda hamma xonasi mana shunaqa katta qilingan ekan. Undan tashqari o'zini sanuzol garderobnilarigacha ichida. Quruvchi akalarimiz pulli ayami juda ham mehr bilan qurganlari shundoq bilinib turibdi. Mebellari ham qimmatlardan xarid qilishgan ekan. Ana endi keyingi garderobimizni ko'ramiz. Kichkina lekin ixchamgina, aynan mana shu xonaga bo'ladigan garderob. Bizda keyingi xonamiz birinchi qavat uchun mo'ljallangan mehmonxona. Mehmonxonamizni ko'ring. Aniq bilaman, bunaqa stildagi uy Amerika, Yevropada ham yo'q. Ularni ham og'zi ochilib qoladi bu uyni ko'rsa. Har bitta patoloklarimizda oyna bor ekan, lekin ikkinchi qavatimizda unaqa emas. Mehmonxonaning noodatiy dizayniga birdan 10 gacha baho berib keting. Mana shunaqa chiroyli mehmonxonada mehmonlaringizni maza qilib kutgan bo'larmidingiz? Uyimizda umumiy 6 ta xona mavjud. Shulardan 2 tasi birinchi qavatimizda va 4 tasi ikkinchi qavatimizda joylashgan. Undan tashqari birinchi qavatimizda ham katta holni ko'rgandik. Ikkinchi qavatimizda ham mana shunaqa katta hol qismimiz bor. Bu tarafida TV zonalarigacha o'rnatib ketishgan ekan. Uyingizda o'g'il farzandingiz bo'lsa, mana shu xonani unga ajratsangiz ham bo'ladi, chunki xonani dizayni, mebellarigacha aynan o'g'il farzand uchun moslashtirilgan ekan. Bu yerda 2 ta kravat, oynali zonamiz va devorimizni to'liq shkaf qilishgan ekan. Voy, qizlarimizga xona yo'qmi demanglar. Hozir qizlarning xonasini ko'rsataman. Bu xonadan ham chiroyli. Qizlarimizning xonasini oldida bitta sanuzol qismimiz joylashgan. Bu yerda 2 ta kravat, mana shunaqa chiroyli Pinterestning xona ekan. Bu tarafda shkaflari va dars qiladigan zonalariga ega. Qizlar xonasiga nima kerak? Katta oyna kerak. Oynani ham o'rnatib ketishgan ekan. Qarang, bu uyda maza qilib havasga yashasa bo'ladi. Neoklassik usulda eng trenddagi remontlardan qilishgan. Uyga shuncha plyus tarafi bo'lganda, uni minusi ham bor. Yagona minusi uni yig'ishtirish bo'lsa kerak ayollar uchun, menimcha. Chunki bunaqa katta uylarni yig'ishtirishi o'zi bo'lmaydi. Ayollarimiz bu narsani tushunishadi. Bu yog'imizda ham katta yotoqxona, faqat mebellari yo'q ekan. Qolgan xonalarda bor, ko'rganingizdek. Lekin bu yerda to'liq shkaf qilingan devorlarimiz. Menga eng yoqqan xonani ko'rsataymi? Mana shu
yotoqxona bo'ldi, chunki katta oynasi bor ekan. Undan tashqari mebellari, garderobnilari, sanuzollargacha ichida katta xonamizga bitta layk bosib keting. Uyimizning narxini egalari 895 ming so'rashyapti. Bu ancha tushgan narxda, boshida 950 ming dollar so'rashyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu xonadon aynan shu narxga arziydimi yo'qmi, o'zingizni fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sizda 895 ming dollar pulingiz bo'lganda aynan mana shu xonadonni egasi bo'larmidingiz yo'qmi? Javobingizni izohlarda kutamiz. Mehnatimizni qadrlagan holda videoga like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizga mana shunday fayzli xonadonlar kerak bo'lsa, Play Market yoki App Store orqali Uy Bozor TV ilovasini yuklab oling. Xaritadan va filtr bo'limidan o'zingizga kerakli uylarni topishingiz mumkin.